İslamda yaxshi ko'rilmaydigan cheklangan savol so'rash usuli tuvandagi 10 xil deydi. Masalan, bir odam Imom A'mashning qashig'iga kelib, iblisning ayolining ismini nima deb so'ragan. Nima foydasi bor? Nima degan Imom A'mash? Men iblisning to'yi qatnashmagan deb javob bergan. Payg'ambarga qarshi chiqish, sunnatiga amal qilmaslik, hadisni dalil emas deyish, islomning manbasi emas deyish ilgari kishilarningki halok bo'lib ketish sababi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Imom Navoiyninki 40 hadisi nomli kitobninki 9-hadisini o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz bo'lsa, birinchidan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sunnatiga amal qilish haqida va shundaqla islomdagi savol so'rashninki qoidalari, savol so'rashga bo'ldigan yerlar va bo'lmaydigan yerlar haqida to'xtaladi. Biz old bilan hadisni bir o'qiylik, undan keyin shaylab ma'li. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayrata Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallohu ta'ala anhu qol. Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallohu ta'ala anhu naql qilindi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu va ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Men sizlarni nimadan cheklagan bo'lsam, undan yiroq turinglar. Men sizlarni nimaga buyurgan bo'lsam, kuchinglarning yetishicha uning amal qilinglar. Fa innama ahlakallazina min qablikum kathratu masailihim va ikhtilafuhum ala anbiyaihim." Sizlardan ilgari o'tgan kishilarningki halok bo'lib ketishi ularning ko'p savol so'rganligi va payg'ambarlarga qarshi chiqqanligidandir deydi. Qarab qaradigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda daslida men sizlarni nimaga buyurgan bo'lsam, uningga kelinglar deydi. Nimadan cheklagan bo'lsam, uningdan yeringlar deydi. Va shundaqla oxirida ilgari kishilar ko'p savol so'rganlik uchun halok bo'ldi, payg'ambarga qarshi chiqqanlik uchun halok bo'ldi deydi. Amaliyotda bu hadisning hammasining mazmuni bir. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir ishni buyurdimi, nima ishga unda buyurdi deb uni cho'nqurlash va yoki sababini so'rash yoki bizga aloqador bo'lmagan, bizning dinimizga aloqador bo'lmagan narsalarni so'rash bu to'g'ri emas. Va shundaqla nimadan cheklagan bo'lsa, nima ishga bundan chekildi deganga o'xshagan uning hikmatini surishti qildigan bu xil shakldagi bizga munosabatsiz bo'lgan savollarni so'rash bu asla to'g'ri emasligi, shundaqla xato bo'lgan savol so'rash ekanligini payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizga xabar beradi. Qarab qaradigan bo'lsak, bizning dinimizda Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda biz qilishga tegishli ishlarning hammani deb qo'ydi. Qilmasga tegishli ishlarning hammani deb qo'ydi. Endi demagan ba'zi ishlar bor. Bu-chu bizni apu qilgan va shundaqla bizning ixtiyorimizga qo'ygan ishlar. Shuning uchun Qur'onningki yoki hadisning hukmi kelgan ishlarda buning hukmi qandaydir deb so'may qilaversak bo'ladi degan gap bo'ladi. Qarab qaradigan bo'lsak, Qur'oni Karimda eng ko'p oyat nima haqida bilamsizlar? Turmush haqida. Eng ko'p oyat. Bizning eng ko'p ehtiyojimiz bor. Eng oz oyat nima haqida bilamsizlar? Siyosat haqida. Siyosiy ishlarda oyat nihoyat oz. Faqat siyosiy ishlarda zulm qilmaslik, Allohning hukmi bilan hukm qilish deganga o'xshagan cho'ng ramkalar qo'yilgan, ammo uning ichki tafsilotlarining hech qaysi berilmagan. Turmushga kelib qarasak, ichki tafsilotlarning hammasi bayon qilingan. Taloq masalalari, nikoh masalalari. Nima uchun bilamsizlar? Siyosat masalalari o'zgarishchan masala bo'lg'achqa, Alloh taolo bizga rahmat qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizga rahmat qilib, uning yo'lini kengayib qilib qo'ygan. Shuning uchun siyosiy masalalarda cho'ng ramkadan chiqatmasa, ijtihod qilib, izlanib, yangi yo'llarni paydo qilsa, boshqalarga zulm qilmasa, Allohningki halol qilganini harom qilmasa, harom qilganini halol qilmasa, bu bizga qo'yilgan bir kengchilik, rahmat. Ya'ni xulosiga vaqtimizda dinimiz hech narsani chalib qo'ymagan, dinimiz gap qilmagan mazmunlar bizga qo'yib qo'ygan yerlar. Unda biz shu uchuq shayning ko'rsamizga qarshi chiqman asosida o'zimiz eng yaxshi yo'llar bilan, eng yaxshi usullar bilan ish qilsak bo'laveradi. O masalalar yana ko'p savol so'rab, yangi hukmlarning chiqishiga, yangi qiyinchiliklarning paydo qilishiga sabab bo'lsa, qat'iy to'g'ri bo'lmaydi. Mushu hadisningki dili sababi nima uchun deyilgan desanglar, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Valillahi alan-nasi hajjul bayti man istata'a alayhi sabila." Kishilarga Alloh yo'lida haj qilish farz qilindi degan bu oyat tushgan vaqtida, bu oyatning arabcha tekstillam bir qatim haj qilish degan ma'no chiqdi. Shunidi buni. Ammo bir sahoba: "Ey Rasululloh, bir yil qilamdiq yoki har yil qilamdiq?" deb so'radi. Ya'ni ko'childi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom javob bermadi. Bu sahoba yana so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana javob bermadi. 3 qatim so'radi, Rasululloh javob bermadi. 4-qatimda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Agar desam, sizga har yil haj qilish vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Sizlar haj qilolmay qolib qolsizlar, Allohning buyrug'ini ijro qilolmay qolib qolsizlar, bu vaqt sizlar kofir bo'lib ketasizlar. Shuning uchun sizlar men nimaga buyurgan bo'lsam amal qilinglar, nimaga cheklagan bo'lsam uningdan yeninglar, ko'p savol so'rmanglar" degan mazmunda mushu hadisni degan. Undan boshqa Qur'on Karimda "Ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashya in tubdalakum tasukum." Ey Allohga ishongan kishilar, ba'zi narsalardan so'ranglar, agar u narsalarning hukmi bayon qilinib qolib qolsa, ko'nglingiz yerim bo'lib qoladi deydi. Demak, dinimizda mushundaq masala tug'diradigan, cho'nqurlaydigan, ko'chilaydigan, ahamiyatsiz, foydasi yo'q, hojatimizning sirtqi masalalarni so'rash bu yaxshi ko'riladigan ish emas. Amaliyotda bizning dinimiz savol so'rashga buyuruydi. Foydali bo'lsa, behuda bo'lmasa, hojatimiz miqdori bo'lsa, bu savol so'rash Qur'onning ko'rsatmasi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda dedi: "Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bilmasangiz so'ranglar dedi. Ham yana bir oyatda ba'zi narsalardan so'ranglar, u narsalar haqida ba'zi narsalar deyilsa, javob deyilsa, ko'nglingiz yerim bo'lib qoladi dedi. Shuning uchun biz islomning umumiy hukmiga qarata
Allah Taala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam biz qıldığı işlerin hemmini dep boldu. Biz yanıldığı işlerin hemmini dep boldu. Şuna Allah'ın ki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın körsetmesi bolmagan işlerini her güzmü unutup qalmaqlık. Allah Taala bilip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam vahiy orqali uni bilip qo'yib qo'yganlik bizga rahmat qilib. Bu haqda hadis bor. Allah Taala ba'zi narsalarni unutib qolganlik emas, sizlarga rahmat qilib uning hukmini bayon qilmadi. Ya'ni kengchilik olsun deb. Shunga islomda hukmi kelmagan ba'zi ishlar bor, u biz uchun rahmat. Xo'sh, xulosalag'an vaqtimizda islomda savol so'rash xatomi? Xato emas. Qaysi savol so'rash xato? Ko'p savol so'rash xato. Hadisda Peygamberimiz Muhammed alayhisalom dedi. Hadisning tekstini qaytagan bo'lsak, kathratu sualihim. Ko'p savol so'rganlik uchun sizlarning ilgari kishilar halok bo'ldi. Sizlar ko'p savol so'rasanglar halok bo'lasizlar dedi Peygamberimiz Muhammed alayhisalom. Masalan, Bani Isroillarga Alloh taolo nima dedi? Kala bo'g'izlanglar dedi. G'ayet aniq gap qo'yib. Beriblam kala bo'g'izlan bo'lsa, masala hal o'tdi. Lekin ular sariq kala bo'g'izlamdi, oq kalami, cho'ngmi, kichigmi deb shunday tafsili inchkilab kiravergan siri, "Va ma kadu yaf'alun." Ular qilinmag'ili tas qoldi. İmam Şatibi bu hadisga kelgan ko'p savol so'rashni, ya'ni hadisda cheklangan ko'p savol so'rashni tuandagidek 10 xil savol so'rash usuli deydi. Ya'ni islomda yaxshi ko'rilmaydigan cheklangan savol so'rash usuli tuandagi 10 xil deydi. Buning birinchisi qaysi desanglar, dinimizda foydasi bo'lmagan ishlar. Masalan, ba'zi savollar bor, dinimizga hech qanday aloqador emas. Masalan, bu haqda sahobalar Peygamberimiz Muhammed alayhisalomning qashig'iga kelib, "Nima uchun oy yiptak chiqib, cho'ngib tulidi?" deb savol so'ragan. Qur'on Karim bu savolga dinimizga foydali bo'lgan, bizga munosabatlik taraf bilan javob berib, "Yasalunaka anil ahilla." Ular sendan kichik hilal haqida so'raydi. Ya'ni ular nima uchun hilal yiptak chiqib, kengayib, cho'ngib shundoq tulidi deb shundoq so'raydi. "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Ularga aytganki, u oyninki kichiklab cho'ngishi sizlarninki haj va shunga o'xshash ishlarni hisoblashinglar uchun deb, uningki astronomiyalik emas, bizga aloqador bo'lgan tarafidan javob bergan. Ya'ni sizlar savolni o'zinglarning diniga munosabatlik bo'lgan tarafidan so'ranglar degan o'gitish uchun uning savoliga bevosita emas, ularga foydali bo'lgan diniga munosabatlik tarafidan Alloh taolo Qur'on Karimda javob bergan. Demak, dinimizga munosabatsiz bo'lgan ishlarni dindan so'rash, diniy olimlardan so'rash bu asla to'g'ri emas. Ya'ni to'g'ri bo'lmagan savol so'rash usuli. Ikkinchisi, ya'ni savol so'rash cheklangan ishning ikkinchisi bo'lsa, ehtiyojimiz qamdalgandan keyin ya'ni ko'chilab so'rash. Masalan, yuqorida aytgan deyilish sababida Peygamberimiz Muhammed alayhisalom Alloh taoloninki haj farz qilindi degan oyatni o'qigandan keyin bir qatim tushunildi. Ya'ni bir qatim haj qildiganligi. Buni har qatim qilamdiq deb so'rsak, mesela qiyilishidir. Bu xil shakldagi savol so'rash dinimizda yaxshi ko'rilmaydigan bir savol so'rash usuli. Uchinchisi, hozircha ehtiyojimiz bo'lmagan ishlarda savol so'rash. Navbat oldimizda qildigan ishlar bor, so'rashga tegishli ishlar bor. Undan emas, hozircha ehtiyoj bo'lmaydigan bunday ishlardan savol so'rashmi dinimizda yaxshi ko'rilmaydi. To'rtinchisi bo'lsa, qiyinlashtiradigan masalalar haqida savol so'rash. Ya'ni masalan, texmi chigish qildigan masalalar haqida savol so'rash. Masalan, bir odam Imom Ahmadning qashig'iga kelib, iblisning ayolining ismini nima deb so'ragan. Nima foydasi bor? Nima degan Imom Ahmad? Men iblisning to'yi qatnashmagan deb javob bergan. Yana bir imamlarımızdan birisinin qashig'iga kelib bir odam saqalga masih qilish haqida so'ragan. Bu imamlarimiz lan hüllaysa, saqallarning orasi quloqni tiqib, shundoq masih qilsa deb javob bergan. Bu odam, "Ben bunda qilsam saqalim hüllamay qolamdi" deb qo'rqma degan. Degandan emisi oqshomdan boshlab saqalarni sug'uchilab yotgan degan. Buni o'xshash savollar bekja. Ya'ni ko'chilaydigan, masalani texnik qiyinlashtiradigan bunday savollarni so'rash dinimizda yaxshi ko'rilmaydi. Beshinchisi, ba'zi masalalarninki hikmetini so'rash. Masalan deyli, hezar ayol kishi namozdan qazosini qilmaydi, ro'zadan qazosini qiladi. Ikkilis ibodat bo'lsa, nima uchun namozdan kuni qilmaydi, ro'zadan kuni qiladi deb savol so'rash bu yaxshi ko'rilmaydi. Chunki Allohning buyrug'i bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ko'rsatmasi biz bilmaymiz bu. Hikmet masalasini Alloh taolo biladi. Oltinchisi, texmi cho'nqurlashib mesele paydo qildigan savollarni so'rash shaklinda. Mesele paydo qildigan. Hozir bizga bir masalaning hukmi aniq, ammo cho'nqurlasak, yana bir masala paydo bo'ldi va qiyinchilik tug'iladi. Bunda olib qolsak, savol so'rmasak, biz nima savol so'rmading deb hisob so'ralmaydi. Masalan, sahobalar tartilishib bir ko'lning qishig'iga kelgan. Sahobalardan birisi ko'lning egasidan, "Ma ko'ldan yirtqich hayvonlarni suv ichamdi, ya'ni biz tarat olsak bo'lamdi, bo'lmamdi, pokizmi, pokiz emasmi?" deb so'ragan vaqtida, Hazrat Umar, "Ey ko'lgisi, javob berma. Yirtqich hayvonlar bizga keladi, biz uninga kelamiz" deb lam tarat elib bergan. Ya'ni bu yerda boshqa amal yo'q. Ha, buningga yirtqich hayvonlar keladi deb qo'ysa, masala qiyilishidi, tartilamaydi. Nurga mesele kelib chiqadi. Shunga oldimizda bormi? Masalan, qiyinlashtirmaydi deb. Va shunga o'xshagan Hazrat Umar bir sahoba bilan mangan vaqtida o'yiningga bir suv oqadigan yeridan suv oqqan kimiga. Qishida mangan sahoba, "Masu pokizmi, pokiz emasmi?" deb o'yningisini so'g'ilib qopqanda, Hazrat Umar, "Buni depama bizga. Hozir buni depasa nurga qiyinchilik bo'ladi. Biz hozir so'may buni namoz o'qib olsak, agar suv pokiz bo'lmagan taqdirda Alloh taolo bizdan hisob olmaydi" degan. Demak, bu masalani qiyinlashtirgan savollarni so'rmaslik bizning dinimizda buyurilgan. Amaliyotda ba'zi kishilar buni taqvolik deb ko'radi. Amaliyotda bu o'zicha taqvolik deb o'ylaydi. Amaliyotda unday emas. Alloh taolo buni afu qilgan masala. Masalani qiyinlashtirish dinimizda yaxshi ko'rilmaydi. Yettinchisi, bir masalaga qarta, ya'ni Qur'on hadisda kelgan bir masalaga qarta, bizning aqlimiz bo'yicha qarshi chiqib savol so'rash. Masalan deyli, Isro Mi'roj vaqasi desak, bu Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir kechada Baytul Muqaddas qanday boradi, osmonga qanday chiqadi? Biz bilmaymiz buni. Qur'onda keldimi? Ima aytdik.
Biz bunu bilmaymiz. Bu xil shakldagi savolmi yaxshi ko'riladigan bir savol emas. 8-incisi mutashabih oyatlar haqida so'rash. Mutashabih oyat degan qanday desanglar, Qur'oni Karimda biz uningki sifatini, hay'atini bilmaydigan ba'zi masalalar bor. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohning arshi deydi. Allohning arshi qanday? 4 put bormi, 5 put bormi? Bunda savollarni so'rashmi yaxshi ko'rilmaydi. Masalan, Alloh taolo Ar-Rahmanu alal arshi istava. Alloh taolo arshining ustiga o'rin oldi deydi. Alloh taolo qanday o'rin oladi deb uni har xil shaklda o'qitish va yoki shunday savollarni so'rash yaxshi ko'riladigan bir savol emas. Chunki bu mutashabih bo'lgan, biz uning kayfiyatini, ya'ni qanday ekanligini bilmaydigan masala. Faqat iymon aytishga buyurilgan masala. 9-incisi ilgari o'tgan yaxshi kishilar bo'lsin, sahobalar bo'lsin, ularning o'tirishga da'talash haqida savol so'rab ko'chilash bu yaxshi emas. Masalan, Umar ibn Abdulazizdan sahobalarning o'tirishga urush, Siffin ahlininki urush haqida so'ragan vaqtda Umar ibn Abdulaziz bizni Alloh taolo qilichimizni ularning qandan pak qilibdi, endi tilimizni o'zim ulardan saqlab qolaylik. Bu haqda ularga bu demayli deb ularning savoliga javob bermagan. Ammo izlanib undan dars chiqarish boshqa masala. Lekin uni o'tirg'a chiqib bu savollarni so'rash yaxshi masala emas. 10-incisi boshqalarni qiyin ahvolda qoldirish uchun savol so'rash to'g'ri emas. Masalan, boshqalarni mat qilish masalan. Bu xil shaklda savol so'rash asla va asla to'g'ri emas. Mana bu bizning dinimizdagi yaxshi ko'rilmaydigan 10 xil shakldagi savol so'rash usuli. Buni Imom Shotibiy Al-Muvaffaq degan kitobida tafsiliy bayon qilgan. Biz bu yerda qisqartib ixcham holda sizlarga yetkazdik. Demak, bizning dinimiz bilmagan narsalarni, ehtiyojli bo'lgan narsalarni, dinimizga foydali bo'lgan narsalarni so'rashga buyuradi. Ammo behuda, foydasi yo'q. Hozircha biz ehtiyojli emas, masala tug'diradigan, masalan cho'nqurlashtiradigan, qiyinchilik paydo qiladigan bundaq savollarni so'rash bizning dinimizda cheklangan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisdagi ilgari kishilar savollarining ko'p bo'lganligi uchun halok bo'lib ketdi degandan bo'lgan maqsad mana shu. Uningdan keyingi mazmuni bo'lsa, vaqtilafuhum ala anbiyaihim, payg'ambarga qarshi chiqqanlik uchun halok bo'ldi dedi. Ya'ni payg'ambarga qarshi chiqish, sunnatiga amal qilmaslik, hadisni dalil emas deyish, islomning manbasi emas deyish ilgari kishilarningki halok bo'lib ketish. Sababi agar biz halok bo'lib ketmaylik deydi ekanmiz, chuqur payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisiga mahkam eslashimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom masalan ikki narsani qoldirib ketdim. Uningga chin eslasanglar hargiz ezib ketmaysizlar. Lan tadillu ba'di abada degan. O ikki narsa bo'lsa kitobulloh va sunnati. Allohning kitobi va mening sunnatim, hadisim degan. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deganda ko'p masalalarni tug'dirib o'zini halok qiladigan, payg'ambarga qarshi chiqib hadisini dalil emas deydigan bunday kishilardan bulab qolishimizni Alloh subhanahu va taolo hammamizni saqlasin. Hadisning beshida buyrug'ini quloqning kelish chiqqanlar debdi. Ama çekliğimde mutlak yananla derleyemde. Kulağına geliş yananla ya ki imkaniyetanla yer vergen yananla demek. Mutlak yananla der. Qilish emas, ta'kid sho'g'an ekan bu. İnsanın quldi bu. Masalan, haraq içmeslik, tamak çekmeslik değil mesela. Zina qilmaslik bu insanın qulda. Emir degan iroda talab qiladi, kuch talab qiladi, masalan, imkon talab qiladi. Ama bir gunoh var masalan. Benim imkonim yo'q, mal gunohni qilmay turmayman deydigan bir misol keltirib qo'yganlar masalan. Ama nurga emirli var. İmkanı yok kılamayma deydi. Ama nehiga imkan kelmaydi. Yani çeklengen işlere insanın imkaniyetiyle alakadar olmaydı. Mesela çeklengen işler desek, cezanı taşlaş desek, ben cezanı taşlayamam, imkanım yok. Şöyle gebulamda. Bulmaydı. Ama hac kılınsa, hac benim imkanım yok. Cihat kılın, bunun hac imkanım yok. İmkanı bulmaslık bilen buna söyledik. Hulasıga vaktimizde buyruğa işler insanın imkaniyetiyle münasebetlik bo'ladi. Cheklangan ishlar bo'lsa, insonning imkoniyati bilan ko'p hollarda bog'lanishlik olmaydi. Ya'ni qilmisi bo'ladi-ku uni. Shunga bu yerda qeyd qilinmagan bo'lishi mumkin.